Ba'zilar seni taqvodor deb qarasa, yana ba'zilar gunohkor deb qaraydi. Yana ba'zilar undoq-mundoq. Ammo haqiqat shuki, o'zingning holi o'zingga ayon. Sendan boshqa hech kim bilmaydigan birdan-bir sir Rabbing bilan bo'lgan aloqadir. Seni o'rinsiz maqtashlar aldab ketmasin. Kamsitishlar ko'nglingni yerim qilmasin. Chunki haqiqat shuni deydiki, balki inson o'ziga, ya'ni qilgan yomon ishlariga o'zi guvohdir. İtaat bilan ma'siyat orasida yashashning xatarlaridan biri ularning qaysida xotim bo'lganligining noma'lum bo'lganligidir. İtaatni vazifaga emas, samimiy ixlos bilan qilgin. Nafllardan maqsading Allohga yaqinlashish bo'lsin. Hargizmi iltifot ko'rsatish emas. İtaatga muhtaji albatta o'zingdir. Alloh uningdan behojat. İnsanlarning ko'ngli turaqsiz bo'ladi. Hargizmi ularning yaxshi ko'rishini asosiy prinsip g'am qilib Bugünü yoqtirib, atisi bezor bo'lishi mumkin. G'aming insonlarning Rabbi seni qandoq yoqtirishi bo'lsin. Agar ular seni yoqtiradi ekan, butun insonlar seni yoqtiradi. Harom barliq kishilar qilgan taqdirdimi yana harom biti qilaveradi. Prinsiplaringdan voz kechma. Ularni o'z holiga qo'y. Hisob kuni o'zing yolg'iz hisob berasan. Shuning uchun Alloh buyurgandek to'g'ri yo'lda bo'l, xohlaganingdek emas. O'zing uchun Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan maxfiy xona qilgin. Xilvatda o'tkazgan gunohlar odamni halok qilganidek, xilvatda qilingan yaxshiliklarni qutqazuvchidir. Alloh taolo shundoq deydi. Alloh mu'minlardan haqiqatan rozi bo'ldi. Ey Muhammad, o'z vaqtida ular Hudaybiyada daraxt soyasi ostida sana bay'at qildi. Go'zal yerlar seni band qilib olmasin. Tarixdagi cho'ng yig'inlar daraxt ostida o'tkazilgan. Ey Allah'im, ishimni sana topshirdim. O'limalarning biri mundaq degan. Men hojitimni aytib duo qilaman. Agar uni menga nisb qilsa xo'sh bo'laman. Agar nisb qilmasa qavatlab xo'sh bo'laman. Chunki avval qismining tanlashim, ikkinchisi bo'lsa g'ayblarni bilguchi Allohning tanlab berishidir. Bandalarning Rabbiga ishonish nima degan go'zal ha? Sizlar bilmaydiganni Alloh albatta bilguchidir. Bizning nima uchun men bundaq ishga yo'liqaman degan savolimizga yetarlik javob bo'lsa, chunki Alloh hammani biladi. Biz bilmaymizdan iboratdir. Ba'zi insonlarning hayotingdan chiqib ketishi yoki kirishi Rabbingning san qilgan rahmati. Vaqtning o'tishi bu rahmatni to'nib yetishga yetarlikdir. Yillar ko'p narsalarni o'zgartirdi. Yillarning o'tishi tog'larning tuzilishini o'zgartiradigan tursa, qandoqsiga insonning tabiatini o'zgartmasin. Agar jafo mushaqqatdan keyin qanchalik ajrga g'arq bo'lganligimizni bilgan bo'lsak, g'am qayg'uning tezroq ko'tarilib ketishini umid qilmagan bo'lardik balkim. Bizdan ilingan narsalar faqat bizga hassilab berish uchun ilinadi. Qadarni alhamdulillah degan so'zimiz bilan qarshi olaylik. Ilgarki salaf solihlar buni 3 jumlani bir-biriga tavsiya qilgan bo'lib, agar oltin bilan bir tarozida o'lchansa shu 3 jumla ig'ir keladi. Birinchisi, kimki Alloh bilan o'zining orasini isloh qiladi ekan, Alloh u kishi bilan insonlarning orasini isloh qilib beradi. Ikkinchisi, kimki niyat maqsadini go'zal qilsa, Alloh uning yo'lini ochiq qilib beradi. Uchinchisi, kimki oxirat ishiga ko'ngil bo'ladi ekan, Alloh uning dunyo va oxirat ishiga tamoman kepil bo'ladi. Kanglikka osmon zaminda keladigan jannatdan o'rin chiqmaslikdan yomon bir ziyon tortish bo'lsinmi? Oxiratga yetish musofangizdagi uzuq-tulukingiz bo'lgan hayotingizni g'animat biling. Alloh mening va sizlarning gunohinglarni mag'firat qilsin. So'yimlik payg'ambarimizga durud va salomlar bo'lsin.